Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Navbatdagi buyurtmalarimiz tayyor bo'lgan. Xudo xolasa montajlarga tayyor. Romlarimiz Akfaplast, ranglari Alux antratsit bo'lgan. Sifatlari juda ham zo'r. Bu yoqda ham romlarimiz tayyor bo'lyapti. Romimiz Neon Plast, ranglari dupmokko bo'lgan. Bunisi Akfaplast, ranglari oq qilib berganmiz. Dorisi tayyor bo'lyapti. Eshigimiz Alotex alyumin profildan bo'lgan, ranglari dupmokko. Oshiq moshlarni 5 tadan qo'yib berganmiz. Bu yog'imizni katta vitraj qilib berganmiz. 3 metrli vitrajlar. Alux antratsit rangda. Bo'lsa bugungi sanamiz 24-yanvar bo'ladi. Manzilimiz o'sha To'ytepa Nurafshon sanoat qurilish bank ro'parasida. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqaverasizlar. Ko'rib turgan raqamlarga ishlarni tez va sifatli qilib bitirib beramiz. Hurmatli mijozlar, eslatib o'tamiz, bizda Aldok seriyadan tortib Premium klass seriyalarigacha mavjud. Xohlagan ranglarda, xohlagan kачествоda qilib bera olamiz. Akfa, Engelberg, Termo hammasidan bor, xudo xolasa.